Butun qora qamishga aylanib qaraganda uyini zo'rg'a topib kelgan. Qancha cho'milsa ham oqarolmagan. Qaynonamni onalaridan meros bo'lib qolgan o'sha eski keks qolibdi. Bugun shedevr qilamiz. Buni hamma ham biladi-ku deyishingiz mumkin, lekin ishoning, hammada ham bunaqa bo'yi baland chiqmas ekan. Yana eng zo'r joyini aytaymi? Bunga mikser umuman keragi yo'q. Bitta dona venchikda butun boshli keksni pishirib tashlaysiz. Hamma kerakli masalliqlarni idishga solib, shundoq aralashtirib duxovkaga tiqib yuborsangiz bo'ldi. Eng kerakli, eng sirli joyini aytaman. Sizni massangiz kashaobrazniy bo'lishi kerak. Doim yopishib oladigan, xamir ro'ziga ushab qoladigan, quloqsiz qolipingizga esa birinchi sariyog' va ketidan unni surib yuborsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Aytgancha, bu retsept bilan ichiga har qanaqa nachinканы ishlatsangiz bo'ladi. Men esa o'sha afsonaviy yong'oqli keksni xohladim. Videodagi trikdan foydalanishingiz shart. Istarasi issiq po'mpillagan chiroyli ichlari bilan pishgan keksimiz tayyor. Buni iftorlikka kesib yevorsangiz bo'ladi. Ha aytgancha, retsept kerak bo'lsa menga deb yozing.